Magazin orientirimiz Savxoz ostanovkadan kirishda Oila supermarketi oldida. Ko'k supermarket, Oila supermarketining oldida. Mana 2 etaj zdaniyamiz. Arendaga beriladi. Agar stoloy qilib ishlataman desa, shu ichidagi hamma jihozlarni ham magazin qilaman desa, birinchi etaj, ikkinchi etaj, xohlasa skladdan o'zimizdan skladdan qo'shib beriladi. Hamma joyi tayyor remontdan chiqqan, ikkinchi etaj ham. Ichida kamchilik yo'q, hamma joyi to'g'ri to'kis remont bo'lgan. Konditsionerlarimiz mavjud. Hamma joy muzdek salqin bo'ladi. Magazin qilib ishlataman deganlarga ham zo'r joy. Mana sen eshik ochib ola zamonlar. Skladlari ham. Ama shart-sharoitlari bor. Staloy bo'lib ishlatilgan bu kuxnyasi. Kuxnyada ham hamma narsa bor. Xolodilniklar 3 talab. Morozinlik. Agar kattaroq ofis qilaman desa, arendaga kattaroq joylarimiz ham bor. Mana ichkarida skladlarga ham. Savxozdan burilish, Savxoz ostanovka.